Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 17-mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 9 so'm 59 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.091 so'm 22 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.209.122 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.1% ga tushdi. Yevro 7 so'm 36 tiyinga oshdi. 1 yevro 13.844 so'm 45 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.384.445 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 4.5% ga tushdi. Rossiya rubli 1 so'm 28 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 149 so'm 16 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 149.160 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 5.8% ga tushdi. Xitoy yuani 1 so'm 64 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1753 so'm 32 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.753.320 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.9% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 75 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 81 Rossiya rubli 6 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8106 Rossiya rubli 21 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5.1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.